2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar ayrim tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibini, ya'ni 6% qo'shilgan qiymat solig'ini tanlash huquqi beriladi. Mazkur tartibni asosiy faoliyat turi umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq bo'lgan tadbirkorlar qo'llashi mumkin. Soddalashtirilgan tartib davlat korxonalari va yirik soliq to'lovchilarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Soddalashtirilgan tartib quyidagilarni nazarda tutadi. Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi tovarlar va xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha barcha aylanmalarga nisbatan 6% etib belgilanadi. Foyda solig'i stavkasi 0% etib belgilanadi. Foyda solig'i bo'yicha soliq hisobotini taqdim etish majburiyati bekor qilinadi. Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olish huquqi berilmaydi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha amaldagi imtiyozlar hamda qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibi qo'llanilmaydi. Ushbu tadbirkorlardan tovarlar va xizmatlarni sotib olgan xaridorlarga qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olish huquqi beriladi. Soliq bo'yicha chiqayotgan yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'ling.